Mana men To'lqinjon Muhammad Ziyo yana yangi ixtiro yasadim. Mana bu vertolyotcha bo'lib, o'zi aylanib harakatlar qilib uchga shaylanadi, lekin ucha olmaydi, chunki bu motor va akkumulyator og'irligi hisobida uchmaydi. Keyingi safarlarga uchaydigan qilib yasaymiz. Keyingi safarlarga uchaydigan qilib yasaymiz. Mana bu yerdan yoqiladi. Mana ikki qanotli bo'lib, mana o'zi harakatga soladi o'zini. Mana vertolyot. Mana o'zlaring baho beringlar. Sizlar ham uy sharoitida yasanglar. Like va obuna bosishni unutmanglar. Yana yangi kontentlarni olib boramiz. Sizlar like va obunani bosishni unutmanglar. Yoqqan bo'lsa, mana harakatlari.